Fundamental of Mechanics fani 3-mavzu. Erkin tushayotgan jism, yuqoriga tik otilgan jism hamda gorizontga burchak ostida otilgan jism harakatini o'rganamiz. Erkin tushayotgan jism harakati. Jismlarning og'irlik kuchi yerning tortish kuchi tufayli fazoda harakatlanish erkin tushish deyiladi. Demak, jism faqatgina yerning tortish kuchi tufayligina harakat qiladi. Yerning tortish kuchi tufayli harakat qiladi, faqatgina yerga, ya'ni pastga harakat qiladi. Bunday holat qayerda yuz berishi mumkin? Bunday holat real hayotda, ya'ni kundalik hayotimizda ko'rmasligimiz mumkin. Sababi, jismni agar yuqoridan tashlab yuboradigan bo'lsak, jismga havoning qarshiligi, yerning bosimi va tashqi ta'sirlar, tashqi kuch ta'sirlari ta'sir ko'rsatadi. Bunday erkin tushish holati laboratoriya sharoitlarida, ya'ni havo zarralari so'rib olingan laboratoriya sharoitlarida o'tkaziladi yoki kosmosda, ya'ni yerning tortish kuchidan yuqori bo'lgan qismida ham erkin tushish kuzatilishi mumkin. Erkin tushayotgan jism to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat qiladi. Ya'ni jismni trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan va uning tezligi noldan katta musbat shaklda bo'ladi. Erkin tushish harakati real hayotda bo'lmasa, nega bunda o'rganishimiz kerak? Sababi, jismni harakatini o'rganish mobaynida ma'lum bir kuchlarni, ta'sirlarni inobatga olmagan holatda analiz qilishimiz kerak. Mana shu holatda bizga kerak bo'ladi. Misol uchun deylik, to'pni 11-etajdan tashlab yuborsak, necha sekundda tushadi. Agar buni hamma detallarni inobatga oladigan bo'lsak, topishimiz murakkablashib ketadi. Shuning uchun havoni qarshiligini 0 deb olamiz va bosimni 0 deb olamiz. Havoni bosimini shu jihatdan erkin tushayotgan jism yerga necha sekundda tushishini aniqlashimiz mumkin. Bunda bizga erkin tushish tezlanishi kerak bo'ladi. Erkin tushish tezlanishi o'zgarmas kattalik hisoblanadi. Bu har qanday jismni yerga tortuvchi kuch ta'siridagi tezlanish hisoblanadi. Bu yer sharida turli nuqtalarda turlicha qiymatga ega, lekin umumiylashtirish nuqtai nazaridan olib qarasak, 9,81 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'ladi. Ba'zi holatlarda 10 metr taqsim sekund kvadrat deb olinadi, ba'zi holatlarda 908 metr taqsim sekund kvadrat deb olinadi. Lekin ikkovi holat uchun ham bari bir xil. Erkin tushayotgan jismda ma'lum bir kattaliklar berilgan bo'lsa, uning balandligini, tushish vaqtini, yerga urilish tezligini tushunamiz. Misol uchun, erkin tushayotgan jismda tushish balandligini topishimiz uchun bizga albatta boshlang'ich tezligi, agar boshlang'ich tezliksiz uloqtirilgan bo'lsa, bizga tushish vaqti kerak bo'ladi. Bunda formulamiz B0 ko'paytirilgan T ko'paytirilgan V0 ko'paytirilgan T plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan erkin tushish tezlanishi ko'paytirilgan jismni yerga tushish vaqtini kvadrati. Agar bizda boshlang'ich tezlik bo'lmasa, shunchaki to'p tashlab yuborilgan bo'lsa, 1 taqsim 2 gt kvadrat formada qoladi. Endi erkin tushayotgan jismning t vaqtdagi tezligi, ya'ni ixtiyoriy vaqtdagi tezligini topishimiz uchun
V0 ya'ni boshlang'ich tezligiga qo'shamiz j ko'paytirilgan t. Agar boshlang'ich tezligi bo'lmasa, faqatgina j ko'paytirilgan t formulaga ega bo'ladi. Agar bizga jismni tushish balandligini topishimiz uchun faqatgina tezliklari berilgan bo'lsa, ya'ni vaqt berilmagan bo'lsa, h teng v kvadrat, ya'ni oxirgi yerga urilish tezligini kvadratidan boshlang'ich tezligini kvadratini ayirib 2 ko'paytirilgan j ga bo'lsak kifoya. Erkin tushayotgan jismga harakatiga misol. Misol uchun mana birinchi rasmimizda ko'rib turibmiz. Yuqoridan parashyutda sakrayotgan jismda ham, ya'ni inson bo'ladimi, jism bo'ladimi, modda bo'ladimi, avtomobil bo'ladimi, barchasida o'sha havoni qarshiligi hisobga olinmasa, bu erkin tushayotgan hisob. Lekin real hayotda havoni qarshiligi. Real hayotda ko'rganimiz to'p bilan xatni yoki bargni teng vaqtda tashlasak, albatta og'irroq jism yerga tezroq tushadi. Massani hisobiga. Lekin erkin tushish harakatida fazoda mana shu ikki jism yoki tosh, to'p, xat va qog'ozdan yasalgan buyumlar bir vaqtda tushadi. Sababi erkin tushishda j tezlanish, ya'ni kuch hammasiga teng ta'sir ko'rsatadi. Formulada ko'rib turibmiz, massa haqida ma'lumot, ya'ni gap ketmaydi. Faqatgina bu yerda tezlik, vaqt va balandlik haqida gap ketadi. Endi erkin tushayotgan jism harakatiga teskari ravishda yuqoriga tik otilgan jismning harakati ham mavjud. Yuqoriga tik otilgan jism yerning tortish kuchiga qarama-qarshi yo'nalishda, ya'ni manfiy nisbatda harakatlanadi. Demak, yuqoriga tik otilayotgan jism yerning tortish kuchini yengib harakat qilishi zarur. Jismning boshlang'ich tezligi albatta 0 dan farqli bo'lishi kerak va eng yuqori nuqtasiga chiqqanda tezligimiz 0 ga teng bo'ladi. Va jism eng yuqori nuqtasiga chiqib ortga qaytishi mumkin. Misol uchun, yuqoriga tik ravishda siz kaptopni uloqtiribsiz. Agar V0, ya'ni boshlang'ich tezlik, uloqtirayotgan tezligingiz 0 ga teng bo'lsa, qo'lingizda qolib ketadi. Ya'ni yuqoriga uloqtirib bo'lmaydi. Agar boshlang'ich tezlik bilan uloqtirsangiz, ma'lum bir balandlikka chiqadi, 0 ga teng bo'ladi tezligingiz va ortga qaytadi. Bunda yuqoriga tik otilgan jismning balandligini topishimiz uchun V0, ya'ni boshlang'ich tezlikni t ga ko'paytirib ayiramiz 1/2 jt kvadrat. Boya aytdik, yerning tortish kuchiga qarama-qarshi yo'nalishda ta'sir o'tkazadi dedik. Demak, mana bu yerdagi minus formulamiz qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangani uchun kelib chiqdi. Ixtiyoriy vaqtdagi tezligi V0 minus jt hisoblanadi. Maksimal balandlikka ko'tarilish uchun qanday tezlik berishimiz kerak desa, ya'ni biz bu yerda tezlikni topishimiz kerak bo'lsa, ildiz ostida 2j h maksimum. Mana bu ildiz barcha ifoda uchun tegishli hisoblanadi. Mana ko'rayotgan bo'lsak, kaptopni otishda ham yuqoriga tik otilgan jism harakatiga misol bo'ladi yoki ota o'z bolasini yuqoriga ko'tarib otyapti. Mana shu holatda ham yuqoriga tik otilgan hisoblanadi. Gorizontal burchak ostida otilgan jism harakati. Demak,
Jism tik holatda emas, balki gorizantga nisbatan qandaydir burchak ostida otilsa, uni uch tomondagi harakat trayektoriyasi mana bunday parabola shaklida bo'ladi. Chunki siz agar yuqoriga otsangiz, faqatgina yuqoriga chiqib, o'sha joyda qaytib tushish kerak. Lekin siz burchak ostida otganingiz uchun u ma'lum bir joyga chiqadi va o'zini nuqtasiga qaytib tushmaydi. Endi ma'lum bir uzoqroq joyga tushadi. Sababi biz boshlang'ich ravishda tezlik berganimizni hisobiga bu e, tezlik ikki xil yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni x yo'nalishda va y yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich tezligimizni x yo'nalishi o'ng tomon, y yo'nalishi yuqori tomon hisoblanadi. Demak, boshlang'ich tezlikni sinus alfaga ko'paytirsak, y yo'nalishdagi tezligimiz proyeksiyasi kelib chiqadi. Boshlang'ich tezlikni kosinus alfaga ko'paytirsak, x yo'nalishdagi boshlang'ich tezligimiz proyeksiyasi kelib chiqadi. Bu yerdagi alfa o'sha gorizantga nisbatan qanday burchak ostida otayotganimizni ko'rishimiz mumkin. Hop, gorizantga burchak ostida otilgan jismda real hayotda juda ko'p misollarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, ikki orasida 10 metr bo'lgan masofada deylik, ikkita bola bir-biriga kaptog uloqtirgan. Kaptog uloqtirganda ham gorizantga burchak ostida misol bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqoriga ko'tarilib turib, pastga tushadi. Hop, gorizantga burchak ostida otilgan jismni harakatida t vaqt momentidagi, ixtiyoriy vaqt momentidagi tezliklari quyidagicha topiladi. X o'qi bo'yicha tezligimiz o'zgarmas bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich holatdagi tezlik bilan oxirgi ixtiyoriy holatdagi tezlik bir xil degan. Endi y o'qi bo'yicha tezligimiz o'zgaruvchi bo'ladi. Bu v0 boshlang'ich tezlikdan o'zidan ayramiz j ko'paytirilgan t, ya'ni ma'lum bir vaqtdan keyingi tezligini topish. Ko'tarilish balandligi faqatgina y proyeksiyasiga bog'liq bo'lgani uchun v0 y ko'paytirilgan sinus alfani kvadrati taqsim 2j orqali topiladi. Uchish vaqti 2 v0 sinus alfa taqsim j. Uchish uzoqligi, ya'ni uchish uzoqligi nima degani desa, mana boshlang'ich nuqta bilan oxirgi nuqta orasidagi masofa. Ko'tarilish balandligi degani mana shu maksimal nuqtasi yerdan qancha yoki uloqtirilgan tekislikdan qancha balandlikda joylashgan degan. Uchish vaqti degani mana shu yerdan boshlab oxirgi nuqtaga yetib kelguncha qancha vaqt sarf qildi degan. Yerga urilish tezligi boshlang'ich proyeksiyalarni kvadratlarini yig'indisi orqali ifodalanadi. Quyida misollar keltirilgan. Yuqoridagi formulalardan foydalangan holatda ishlashingizni maslahat beramiz. Agar savollaringiz bo'lsa, yuqoridagi mail orqali jo'natishingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.